Sirdaryo viloyat yuridik texnikumida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Hozir shu haqda. Zakovat intellektual o'yini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylanib ulgurdi. Sirdaryo viloyat yuridik texnikumida tashkil etilgan zakovat o'yini adliya tizimi xodimlarining mantiqiy bilim va intellektual salohiyatini sinovdan o'tkazdi. Bunda adliya boshqarmasi, tuman, shahar adliya bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, FHDO bo'limlari, yuridik xizmat ko'rsatish markazlari xodimlari hamda yuridik texnikum o'qituvchilaridan iborat 6 ta jamoa 2 davra o'yinda o'zaro kuch sinashdi. Qizg'in bellashuv va kuchli raqobat asosida o'tgan tadbirda ishtiyoq, birdamlik jamoalarni g'oliblik sari undagan bo'lsa, tezkorlik, topqirlik, mantiqiy jihatlash kabi jihatlarga ko'ra ularning ishtiroki mutaxassislar tomonidan baholab borildi. O'tkazilgan mana shu zakovat intellektual o'yinida asosan bizga nimani o'rgatdi? Bizga ko'proq bilim, kitob o'qish va ijtimoiy tarmoqlardan ko'proq foydalanish va shu boshqa manbalardan ham ko'rib, ularga mana shu berilayotgan savollarga javoblarni asosan shu mantiqan o'ylash orqali javob berilishi haqida ko'proq bizga dars bo'ldi. Natijalarga ko'ra 3-o'rinni davlat xizmatlari markazlari jamoasi egalladi. 2-o'rinni adliya boshqarmasi jamoasi qo'lga kiritdi. 1-o'rin Sirdaryo viloyat yuridik texnikumini jamoasiga nasib etdi. G'olib jamoalarga adliya boshqarmasining diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.